Dadam rahmatli bo'lardi. Bolam qiynalmasin deb jonini beradigan, biror bir ish qiladigan bo'lsam, bolam qiynalmayapsanmi deb hol-ahvol so'raydigan, jonidan jon kuyadigan insoni faqat dadam rahmatli edi. Hozir dadamsiz biroz yelkam egilib qoldi. Bolam kelajakda qiynalmasin deb ko'p ishlarni qilib ketgan ekan otam rahmatli. Dadam rahmatli bo'lardi. Bolam qiynalmasin deb jonini beradigan, biror bir ish qiladigan bo'lsam, bolam qiynalmayapsanmi deb hol-ahvol so'raydigan, jonidan jon kuyadigan insoni faqat dadam rahmatli edi. Hozir dadamsiz biroz yelkam egilib qoldi. Bolam kelajakda qiynalmasin deb ko'p ishlarni qilib ketgan ekan otam rahmatli. Dadam rahmatli bo'lardi. Bolam qiynalmasin deb jonini beradigan, biror bir ish qiladigan bo'lsam,